Davlatimiz rahbarining 2022 yil 27 yanvarda qabul qilingan xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Chiroqchi tumanida har yili Tarag'ay bahori festivali o'tkazib kelinmoqda. Hududlarda turizmni yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan ushbu festivalning navbatdagi jarayonlaridan muxbirimiz xabar qiladi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida joylashgan Tarag'ay qishlog'i to'rt tomondan purviqor tog'lar bilan o'ralgan betakror manzil. Qishloq nomi esa bevosita buyuk sohibqiron Amir Temurning otasi Tarag'ay Bahodirga bog'lanadi. Chunki bu yerda tarixiy tilsimlar mavjud. 2023-yildan beri an'anaviy ravishda Tarag'ay bahori festivali o'tkazib kelinishida ham ramziy ma'no mujassam. Hudud tog'li bo'lgani bois bahorning nafasi endi sezilyapti. Yashillik kiryapti, dovchalar pishdi. Festival ruhi, shukuhi esa barchani birdek xushnud etib, bahoriy kayfiyat ulashmoqda. Tog'li hududda kuylaydigan qo'shiqlarimiz aynan mana shu Tarag'ay, Langar qishloqlarida ijod qiladigan ijodkorlar, shoirlarimiz ko'p, bolalar ichida ham ko'p. Xuddi shundayin Toshqin buloq qaynaydi nomli qo'shiqlarimiz bilan kelganmiz. Bu yilgi festival ham o'ziga xos o'tdi. Hududning milliy an'analari, urf-odatlari, iqtidorli yoshlarning musiqiy chiqishlari, vatan tuyg'usini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlarning yangrashi esda qolarli kechdi. Ayniqsa Chiroqchi chiroqlari folklor jamoasining xonishlari, shu yerlik baxshilarning chiqishlari yig'ilganlarga unutilmas zavq bag'ishladi. Festivalda qatnashib turibmiz. Xalqqa yoqadigan har xil termalardan, ohanglardan tashkil topgan qo'shiqlardan ijro etdik. Ko'tarinki ruh hamda kayfiyat a'lo. Yoqdi degan umiddamiz. Qani shunaqa konsertlar ko'p bo'lsa, bizda yana motivatsiya, ijod, harakat kuchayaveradi. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bir so'z bilan aytganda, 3-marotaba tashkil etilayotgan Tarag'ay bahori an'anaviy festivali ochiq osmon uzra iliq taassurotlar og'ushida o'tgani shubhasiz.